Men senga ishonib bu ishni bergandim. Qancha pul sarflab seni Dubayga yuborgandim. Sen esa shartnomani imzolata olmading. Mayli, xavotir olma. Sen menejer bo'lib qolasan. Dubayga boshqa xodimni yubordim. Boshqa xodimmi? Sizni ishonchingiz komilmi? U bu ishni qila oladimi? Ishonchim komil. Unda o'ziga ishonch juda katta. U bu ishni albatta qila oladi. Yaxshi yetib bordingmi? Hammasi joyidami? Ertangi uchrashuv uchun hamma narsa tayyormi? Ha janob, hammasi nazoratim ostida. Ertaga juda muhim kun. Biznes klass uchun alohida rahmat. Yaxshi parvoz bo'ldi. Siz bizning taklifimizni qabul qilsangiz, siz va kompaniyangiz uchun juda samarali bo'ladi. Bu juda ajoyib. Men roziman. Menga qarishingizni so'rayman. Tanishing, bu bizning yangi xodimimiz. U Dubai Olmos kompaniyasi bilan juda katta shartnoma imzoladi. Yo'q. Bu u bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib bu yerga kelib qoldi? Axir u oddiy bijuteriya olmos emas. Eslab qo'y. Oddiy bijuteriya ba'zida olmosdan ham qadrliroq bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Men buni shundoq qoldirmayman.